Barchaga xayrli kech deymiz, xayrli oqshomlar bo'lsin deymiz. Biz mana shu kech bo'lganda kechki bo'lsa ham shu chigitlarni yuvishga harakat qilyapmiz. Mavlonjon, mana bu yerda Toshtemirjon, mana bu yerda Oltinjon polvonim. Qarang, hozir mana bunday kech bo'lganda ham ishlayveramiz bizlar. Imkoniyatni boridan foydalanamizda. Hammamizni qo'llab-quvvatlaydigan xalqimiz sizlardan shu haybarakalla degan duolaringizni so'rab qolamiz. Mana shu nimaiki mehnat qiladigan bo'lsak, faqat o'zimizni nafsimiz uchun emas, bu xalqimiz uchun, davlatimiz uchun qilinayotgan mehnat bo'ladi. Biz yetishtirib beradigan paxtalar, biz yetishtirib beradigan pillalar, biz yetishtiradigan g'allalar hammasi shu xalqning manfaatiga bo'ladi. Chunki bu paxtadan hamma sanoatimiz ishlaydi, kiyim-kechagimiz, oziq-ovqatimiz hammasi mana shularning orqasidan xalqimizga bo'ladi. Bu pilla bo'lsin, paxta bo'lsin, g'alla bo'lsin, bizda qiladigan ishimiz, dehqonchiligimiz faqat xizmat qilib berish. To'g'ri, qisman hukumatimiz rag'batlantiradi, shunga yarasha mehnatimizni ulug'laydi, beradi mablag', lekin bu xalqimiz uchun, hukumatimiz uchun bo'ladi. Har bir fermer bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, yaratuvchi bo'ladimi, shu xalq uchun, hukumat uchun xizmat qiladi. Biz ham shularning bittasimiz. Duoda bo'lib turingizlar, qo'llab-quvvatlaringizlar. Shu aziz xalqimiz qancha bizni qo'llab-quvvatlasa, biz shuncha ilhomlanamiz. Biz shuncha xursand bo'lamiz. Shuncha yanada kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shiladi. To'g'rimi bolalar? Ana ko'rdingizmi? O'rganyapti. Bular ham asta-asta nutqi kelib, hatto men nutqdan adashib qolyapman. Mavlonjon, bir nima deb jaraylaning. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Ana yaxshi. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamang sizlar, xonadonlaringizga Alloh taolo barakot aytsin. Sizlarga ham bir duo qilib qo'yingizlar. Ana. Ishimizda Alloh fayzini bersin, barakasini. Va xalq uchun shu O'zbekistonimiz hamma tomondan rivojlansin, xudo xohlasa. Barakalla, barakalla. Toshtemirjon, seni ham nimadir gaping bordir? Ha, seni ham gaping bordir, ay? Ana deh. Ana malades, bu ham zo'r gap bo'ldi. Alloh ishimizga unum bersin, baraka bersin, xayr bersin. Ana. Salomatlik.